Xo'sh bolalar, rus tili darsi davom etadi. Og'zingga tolqon solganmisan? Soat qo'lib? Nega endi qodim? Soat qo'lib. Mendan boshqasi qurib qolganmi? Xo'sh, kecha nima o'tgan edik? Qani qora taxtaga chiqcha, yoz. Dushanba Ma'qul. Keyinchi seshanba va tornik. Barakalla. Pятница. Xo'sh, yaxshi. Nega to'xtab qolding? Ha? Bu yoqni o'tma dedi muallim aka. Shuni ham bilmaysanmi, soat qo'lib? Yoz bo'lmasa. Shanba. Yozdim muallim aka. Xo'sh, buni ruschasi qanaqa bo'ladi? Qani aytchi soat qo'lib? Четвертdan keyin nima keladi? Пятница. Пятницаdan keyinchi. Sheshnitsa. Yoz. Shanba subota bo'ladi. Unisi ham to'g'ri. Rus tili bahoyat boy til. Sheshnitsa desa ham bo'ladi, subota desa ham. Yozaver soat qo'lib, yozaver.